Rossiyada ishlayotgan migrantlar bilan bog'liq yana bir o'zgarish. Endilikda migrantlarning farzandlari patent olishlari kerak bo'ladi yoki mamlakatni tark etishlariga to'g'ri keladi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari 8-iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishda ishchi migrantlar uchun qo'shimcha talablar kiritishni nazarda tutuvchi tuzatishlarni 2 va 3-o'qishda qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra, voyaga yetgan migrant farzandlari patent olishi yoki mamlakatdan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Endilikda vakolatli organlar migrantlarning daromad darajasini kuzatib boradi. Bildirilishicha, migrantlar o'zlari va Rossiyada yashayotgan oila a'zolarini ta'minlay olishi shart. Ularning daromadi o'sha hudud uchun belgilangan eng kam yashash qiymatidan kam bo'lmasligi lozim. Agar bu qoida buzilsa, xorijliklarning patenti yoki ishlash uchun ruxsatnomasi uzaytirilmaydi. Oqibatda ular qarindoshlari bilan birga Rossiyani tark etishiga to'g'ri keladi. Tegishli o'zgartirishlar Rossiya Federatsiyasida xorijiy fuqarolarning huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga kiritilmoqda. Migrantlarning bolalari ota-onasining ishlash ruxsatnomasi muddati davomida Rossiyada qolishlari mumkin bo'ladi. 18 yoshga to'lgandan keyin esa ular mamlakatni tark etishiga to'g'ri keladi yoki patent olish uchun ariza topshirishadi. Avvalroq Rossiyada migrantlar uchun davlat bojlari bir necha barobarga oshirilgani ma'lum qilingandi. Prezident Vladimir Putin tomonidan imzolangan hujjatga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olish yoki undan chiqish uchun to'lanadigan davlat boji 4200 rubldan 50 000 rublgacha oshiriladi. Yashash guvohnomasini rasmiylashtirish boji esa 6000 rubldan 30 000 rublgacha ko'tariladi.